Andijon tumani Madaniyat markazi qoshida Marvarid folklor etnografik namunali bolalar jamoasi ham faoliyat ko'rsatadi. Ushbu jamoada bolalarga asosan unutilib borayotgan milliy urf-odat, qadriyat va an'analarimiz kuy-qo'shiqqa solingan holda o'rgatilmoqda. Jamoamiz 2000-yili tashkil etilgan bo'lib, shu 20 yil davomida o'z faoliyatini yuritib kelgan. 2020-yil vazirligimiz tomonidan Marvarid folklor etnografik ansambliga unvon berilgan. Undan beri ijod qilib kelyapmiz. Viloyatimiz bo'yicha hamma tadbirlarimizga qatnashib kelyapmiz. Faolmiz. Boysun bahori, Navro'zlar, mustaqillik tadbirlariga chiqib kelyapmiz. Asosiy sahnalarga chiqadigan tadbirimizda 18 ta bolalarimiz bor. Undan kichkina bo'ladigan bolalarimizdan bir 4 ta bolamiz, jami bir 22 ta bolamiz bor. O'quvchilarimiz hozirgi Navro'z bayramiga atab kelag'ay qo'shig'ini yaratganmiz. Bundan tashqari yurtimga bahor keldi, to'yga degan qo'shiqlarimizni yaratganmiz. Shular ustida hozir ish faoliyati olib bormoqdamiz. Mana hozir yaqinda bo'lib o'tadigan viloyat Navro'z bayrami, bundan tashqari tumanimiz Navro'z bayramiga ham bolalarimizni qizg'in tayyorgarlik ko'rib, belbog'imiz baylab, yaxshigina xizmat qilish uchun o'quvchilarimizni har doimo birgalikda hamnafas bo'lib harakat qilmoqdamiz. Bizning aynan Marvarid jamoamiz o'quvchilarimiz ko'proq qiziqishlari bo'yicha qo'shiq aytgilari kelib, raqsga tushgilari kelib, ustoz qachon to'garagimiz, qachon yoki bayramga boramiz, qachon nima qilamiz deyilganda o'quvchilarimiz har doim chaqirganimiz o'quvchilarimiz faol bo'lib tashrif buyurishadi. Men shu o'rinda aytmoqchimanki, biz har doimo o'quvchilarimiz bilan viloyatimiz, respublikamiz miqyosida bo'ladigan har bir tadbirlarimizda Marvarid jamoamiz o'quvchilarimiz bilan faol bo'lib ishtirok etishga harakat qilamiz. Muxtasar aytganda, har bir millatning o'z madaniyati, urf-odati bor. Qadim qadriyatlarimizning avloddan avlodga bus-butun yetib borishi zamirida esa mana shunday san'at fidoyilarining zahmati mujassam. Bu kabi sa'y-harakatlardan ko'zlangan maqsad esa milliy qadriyat, urf-odat va an'analarimizni asrab-avaylash, uni keng targ'ib etish hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iborat.